Yukarı kıldıkçımızın devamı hürmetlik vatandaşım. Rusya'nın en zor enerjiya şirkisinin Janubi Jungo deniz talaş tartış bulup atkan rayla tabi gaz burgulğanlığı Rusya matbuatlarının dikkatini özüge tarttı. Alakadar taraflarının televizyon stansiyasi bir neçe gün burun maxsus haber qilish gruppasini tashkillab tik uchar aeroplan bilan Janubi dengiz burg'ulash supsig'i avatib, shu yerda muxbirning ziyoratini boshlab o'tdi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. U yerda nefret burg'ulash uzun. U yerda nefret burg'ulash kechiringlar, arzon, chiqim oz ketadi. 9. ayda zo'r ko'lamda sanoatlashtirish shaklida burg'ulash elib beriladi. 9. ayda oldimizdagi nəhayət zo'r ko'lamda sanoatlashish shaklida burg'ulash elib beriladi. Janubiy dengiz Rossiya bilan Vyetnam. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Vyetnamning buningdagi iqtisodiy taraqqiyoti Jungodan eshib ketishi mumkin. Vyetnamning energiyaga ehtiyoji texmo oshidir. Rossiya neft şirketlerinin Janubi Jungo dengiziga tikishga tegishlik, tikishga arziydigan tikishdir. Chunki bu ish Vyetnamni energiya bilan ta'minlab qolmasdan, eng muhimi Rossiya Vyetnamni sakrash taxtisi qilib, Janubi dengiz bo'yidagi boshqa davlatlarga yetib boradi. Demak, Vyetnamni Rossiya sakrash taxtisi qilib, Janubi dengizdagi yana boshqa davlatlarga yetib bordi. Siyosiy g'araz iqtisodiy manfaatdan ortiq. Rossiya energiya bozorini tahlil qilguvchi olimlar mundaq ko'rsatdi. Rossiya neft shirkatlarining Vyetnamdagi faoliyati Kreml sarayining geopolitikalik, strategik siyosatiga yordami bo'ladigan ishdir. Siyosiy maqsadlar birlamchi, iqtisodiy manfaatlar albatta ishkilamchi. Rossiya shirkatlarining Vyetnamga mablag' solish faoliyatlaridan tashqari dunyoga oshkorlanmaydi. Bu faoliyatlarni Rossiya tashqari dunyoga oshkorlamaydi. Endi yana bir kichik mavzu. Rossiya, Hindiston, Vyetnam, Yaponiya Janubi Jungo dengizida qo'l tutishdi. Rossiya neft şirketleri mundaq dedi. 5. ayının 15. günü Janubi Jungo dengizida 001 bölek rayonida, yani Lando rayonida tabiiy gaz burg'ulashga boshladi. Yani 0.5'te 3 bölek rayoniga 100%lik payçek huquqiga erishdik. Rossiya matbuoti mundaq dedi. Bu nefret okruglarının hammasi Jungo dengiz chegaramiz deb e'lon qilgan rayonning ichida. Bu nefret okruglar, yani nefret echish rayonlarining hammasi Jungo bizning dengiz chegaralarimiz deb e'lon qilgan rayonlarning ichida. Bo'lib, Lando tabiiy gaz rayoni Jungoning 9 bo'lak liniyasiga 85 kilometrgacha yaqinlab keladi. Bundan başqa 0.6'da 1 rayonida 45%dan 20%gacha paychak huquqi ayrim oldi. Hindiston bilan Vyetnamning qo'lida. Jungo bilan Sharqiy dengizda territoriya talash tartish qilib atgan Yaponiya bu qatam Rossiya shirkatlarini tabiiy gaz burg'ulash subsidiya bilan ta'minladi. Demak, bu qatam Janubi dengiz Vyetnam bilan Rossiya birlashib neft va tabiiy gaz burg'ulash harakatlarini Yaponiya burg'ulash subsidiya deganda Yaponiya texnika bilan ta'minladi desangiz bo'laverdi, hurmatli vatandoshlar. Rossiya tizginligi rayon Jungo dengiz tavalligimiz deb ayirib olgan rayonning ichida. Rossiya tizginligi rayon Jungo dengiz tavalligimiz deb ayirib olgan rayonning ichida. Rossiya neft şirketleri 2013 bu bo'lak rayonlarda paychek huquqiga erishgan. O çağda Kreml sarayi sharqqa yuzlanish va Jungoga yuzlanish siyosatini yo'lga qo'ygan edi. Shu chaqda Janubi dengiz talash tortishi texmo kaskinlashtirildi.
Rusya Nipet şirketinden başka Rusya'nın yana başka long qatarlı yana başka keçiringlar Lok qatarlıq Nipet şirketi chet elde kurulgan Nipet şirketi. Hem de tabii gaz sanat şirketi Rusya'nın qatarlıq şirketler Janubi Jungo deniz tabii gaz ve ham Nipet etişki başladı. Bugün Rusya'nın biz başta etken şirketi bu devletlik şirketi olsa gerek. Yani onunla başka chet ellerde malazmet faaliyet kılavatkan Rusya şirketlerinin hemmisi hazır Janubi denizden Nipet ve tabii gaz etişki burgulaşkı başladı. Tabii gaz sanat şirketi burgulavatkan 053 rahim rahim bölüki okşaşlı Jungo deniz teveligim dep ayrı algan rayından içedeki Nipet, ham Nipet rayınıdır. Jungo Rusya'ya çekilalmaydı. Jungo bir neçe yıl ilgili Rusya'nı Janubi denizde maşgulat elip berişten narazı bolgani. Şunu Jungo bunun keyin Rusya'nı ayıplaşın to'xtatışı mümkün. Jungo Rusya'nın Janubi deniz ve Vietnam'daki menfaatiga bunun keyin çekilalmaydı. Demek bunu hazır Amerika Avazı Radyosu'nun Moskva turistik muhbiri Beyhva yazıvatıdır. Nime deydi? Jungo Rusya'nın bunun keyinki menfaatiga çekilalmaydı. Bunun keyin Rusya'nı ayıplaşın to'xtatışı mümkün. Hayır. Jungo Rusya'nın Janubi deniz ve Vietnam'daki menfaatiga bunun keyin çekilalmaydı. Rusya Tashqi ishlar ministri Raulov yaqinda Vietnamni ziyorat qilganda Vietnam rahbarlari Rusya Janubi dengizda texmi ko'p ishlarni qila oladi dedi. Rusya Janubi dengizda texmi ko'p ishlarni qila oladi. Huashinning savdosi mag'lub bo'ldi. Jungo o'chalishi mumkinmi? Tahlilchilar bunday hisobladi. Jungo Rusya'da o'chalishi mumkin. Chunki Jungo Huashin guruhining sirliq boshlig'i Yejemmin bundan sal burun tekshirildi ve ko'zdan g'oyib bo'ldi. Huashin guruhi Rusya Neft şirketining 14,2% paychak huquqiy savdosi yerim yo'lda bekor qilindi. Bu demak Jungo'ning Huashin şirketi. Onun başlığı Yejemmin tekshirilib o'tibdi. Demak g'oyib bo'ldi. Demak qo'l qilindi. Hazır Rusya bilan Xitoy munosabati yaqinlashayotgan nima? Yiriklashayotgan shunday bir paytda Rusya bilan tijorat qilayotgan Huashin şirketi ve onun direktori Yejemmin tekshirildi. Yoki g'oyib bo'lib ketdi degan gap. Sen nima uchun Rusya bilan savdo qilasan degan gap. Xitoy shuning uchun hozir o'ch elyapti. Bu o'ch elish amaliyoti Rusya bilan o'ch elishmi yo'q deb savol qo'ydi muxbir Beyhva efendi.